Assalomu alaykum, yaxshilar, sog'monmisizlar? Shuna ugra xamir tayyorlaymiz bugun. Oddiygina. Endi bu rosa ugrachilar ko'p, rosa 1 kilosini qilib paketli upakovka qilib sotishadi. Biz endi oddiy o'zimiz uchun uyda tayyorlaydigan ugrani qilamiz hozir. Ugra tayyorlaymiz. Ugramizga men 5 dona tuxum oldim. Bunga 200 gram oddiy sovuq suv qo'yaman. 200 gram oddiy sovuq suv soldim. Endi bitta choy qoshiq to'la suv tuz solamiz. Shunda venchiyda hammasini aralashtirib olamiz. Un solamiz. Qattiqqina xamir qoramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oliy navli un sovatdim. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirni qorib oldik, biroz tindiramizda keyin yana yaxshilab mushlaymiz. Xamirimizni bitta mushlab olgandim. Dam oldirib qo'yuvdim. Endi un sepib yaxshilab yoyamiz. Mana shuni quritib tayyorlab qo'yasizlar, anchaga yetadi. Salafanlarga solib qo'ysanglar qurigandan keyin ancha vaqt maza qilib ishlatasizlar. O'zingizlarning tayyorlaganinglar mazasi boshqacha bo'ladi bozornikidan ko'ra. Keyin bundan mandaqa tuxum ko'p solmasdan ham tuxumini kamroq solib turib, sotuv bob qilib paketlarga solib qilsanglar bo'ladi. Yo, yaxshiroq chiqqani yaxshi desanglar, mana shunaqa tuxumini ko'p solib, barakali qilib, mazasini zo'r qilib paketlarga qo'yasizlar. Maza qilib oladiganlar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yuqoriroq qilib yoyamiz buni yaxshilab. Boya un qancha ketganini aytmadim. Xamiringlar qattiqqina bo'lguncha solaverasizlar. Bir 500-600 gram un ketadi. Masalan 500 ham ko'payib ketsa voy deb o'tirmaylar-da, hali qilishi, xamir tayyorlashni bilmaydiganlar qiynalmasligi uchun qattiqroq xamir bo'lguncha un solamiz, esinglarda bo'lsin. Ana, xamirimiz dumaloq qilib yoyib oldik. Dumaloq yoyishni bilmaganlarga videolari bor. Ko'rsanglar bo'ladi kanalda dumaloq yoyishni endi o'rganayotganlarga. Qaranglar, endi buni klyonkani turibdi, hozir dasturxon yoyib qo'yib qo'yaman. Qanzitishimiz kerak, qotish kerak xamir. Yaxshi ikki tomoni qotgandan keyin kesamiz, xudo xolisa. Dasturxon solib qo'ydik. Yaxshilab qurisin, u yog'ini o'girib quritamiz, keyin kesamiz. Xamirimizni o'g'log'iga o'rab hozir taxlaymiz. Dasturxonchalarimizni olib tashlaymiz. Xamirni taxlab oldik. Eshitganmiz, sizlarga ugrani uzunligi qanday bo'lsa, shunga mo'ljallab kesaverasiz. Mana endi bunaqasiga taxlab olamiz hammasini. Xamir yarmini kesib oldim, endi to'g'rashni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb to'g'rashni boshlaymiz. Ugrachilar bo'ladi, yurasa usti. Ingichka qilib zo'r to'g'raydi. Endi biz ham qo'ldan kelgancha to'g'raymiz. Taqillatib tashlashadilar, xitoyliklar. Shunaqa qilib biz 1 yilda bir marta ugra to'g'raymizmi, yo'qmi? Zo'r to'g'raymiz. Mana, lekin zo'r chiqyapti. Hammasini shuna to'g'rab olamiz. Xamirimiz to'g'rab oldim. Yarmi qoldi. Men faqat hozir yarmini to'g'radim. Kerakligini. Mana titilib zo'r chiqdi. Quritib qo'ysanglar bemalol o'zingizlar ishlatishingiz. Boya aytganimdek, ugrachi to'g'raydiganlar mayda qilib, bir xil qilib to'g'raydi. Biz oddiy o'zimizning nima bo'yicha jaydaricha o'zimizga moslab to'g'rab oldik. Albatta shunaqa qilib biznes qilsanglar ham bo'ladi. Sog'lom bo'linglar, yaxshiliklar diydorlashavering. Hozir ugrasini suyog'ini qaynatib qo'yamiz, solamiz hozir. Qaynab turibdi, hozir sovoramiz. Ugralarni sovoldik. Aytganimdek, baribir uyda o'zingizlar tayyorlaganlar mazasi zo'r bo'ladi. Hozir pishadi, suzamiz. Ugramiz. Mazasi zo'r chiqdi. Damashniy, barib damashniyda. Mana bu yerda qolganini kesib qo'ydik. Shu orada tushliklarimizni ko'rsatib beraman. Mana
salatlarimiz, bu o'zimizga bodring, pomidor to'g'rab qo'ydik. Nonlarimiz, qalampirlarimiz. Keyin ko'rsataman yana. Mana bu yerda o'zimizga makkaga go'ja pishiryaptik, go'shtlarni qovurib. Mana ugramiz. Keyin tashqarida pirashkilarimiz pishyapti, pishib ulgurmayapti. Pishgan-pishganini olib ketib qolishyapti hozir. Azim. Mana oshlarimiz pishdi. Hozir buni aralashtiramiz. Bugungi tushliklarimizdan. Bu yoqda do'lmamiz. Hech pul deganlarga har bir odamga 8 tadan solamiz, kartoshkasini solamiz. 25 mingdan bir porsiyasi bo'ladi. Oshimiz bittalagani 20 mingdan bo'ladi. Oxirgi pirashkilarimiz pishyapti. 3 ta lista qiluvdik. Pishgani ketaverdi. Pirashki nech pul deganlar? 2000 so'm. Kartoshkali pirashki 2000 so'm sotamiz. Shuncha juda katta yasamaymiz, kichikroq qilib. Mana oshimiz qozon tagida qoldi. Oxirgi do'lmalarimiz suzilyapti ana. Shuna qilib suzib beramiz-da hammaga. Bittasan o'zimiz ham yeb ko'ramiz qanaqa chiqqanini. Ovqatimiz juda ham mazali bo'libdi. Men ichib ko'ryotgandim, вообще zo'rda, вообще. Alhamdulillah. Bodringlar bilan to'g'ralgan yeyapti. Shunaqa oddiy usulda ugra xamirlarni tayyorlasanglar bo'ladi. Sog'lom bo'linglar, yaxshiliklar diydorlashadi. Ovqatlarimiz ham tugadi hisob bizni. Yana yaxshi kunlarni ko'rishinglar Allohimiz nasib qilsin. Sog' bo'linglar.